Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Meni YouTube kanalimga xush kelibsizlar va bugungi mavzular Green Card haqida va yana bitta qo'shimcha mavzu qilaman. Grant Visa bu davlat bilan ishlamagan, ammo lekin hozirgi kunda ishni boshladi va bu davlatda ham aytib o'taman. Qani ketdik. Green Card qaytmoqda. Da, to'g'ri eshitdingiz, qaytmoqda. Faqat qonun qoidalari o'zgargan holatda. Ya'ni endigi hozir holatda inson Green Cardga to'g'izmoqchi bo'lsa, uning uchun xorijga chiqish pasporti va viza karta ham o'zining nomiga ochtirib qo'yadi. Sababi nimaga? Chunki xorijga chiqadigan pasportning daniylar kiritiladi, ma'lumotlari va undan tashqari u pasportni skaner holatida yuklatilib qo'yiladi. Viza kartaga $1 tashlashingiz, hozir endi Green Cardning qiymati ro'yxatdan o'tish $1 ga teng bo'ldi. Bu qonun qoidasi aytib o'tganimdek 10-apreldan so'ng kuchga kiradi va qachon o'sha to'g'izishni boshlashi, yangi Green Cardlar qachon ro'yxatdan o'tishini belgilab berishadi. Endi men bir narsani aytmoqchiman. Oldin bilasizlar, Green Card to'g'izish juda oddiy bo'lib ketdi va tekin edi, lekin nimaga endigi hozirgi holatda Green Card xorijga chiqish pasportlari olingan holatda qilinyapti. Sabab ko'pchilik migrantlar bizdan noqonuniy yo'llar bilan ketib Meksikadan o'tgandan so'ng endigi kunda bu narsa qattiq tekshiriladi. Ko'rasizlar, Amerika hukumatida ICE davlat idoralari juda buni qattiq nazoratga olgan. Shuning uchun Green Card o'ynamoqchi bo'lsangiz, bilingki, agar siz undan oldin Meksikaga chiqib borib kelgan bo'lsangiz va deport bo'lgan bo'lsangiz, bu sizga katta muammo bo'lishi mumkin. Hech qayerga chiqmay toza bo'lsangiz, bemalol Green Card o'ynasangiz bo'ladi. Va uning uchun faqatgina shu aytganimdek xorijga chiqish pasportlarini uje tayyorlab qo'yinglar. Endi ikkinchi mavzuga o'tamiz do'stlar. Ikkinchi mavzuyimiz qo'limda qaysi davlatning vizasi? Bu Koreyaning elektron vizasi hisoblanadi. Biza Grant Visa markazi Koreya vizasi bilan ishlamasdik, lekin hozirgi kunda juda zo'r takliflarni yo'lga qo'ydik. Bu Koreyada bakalavr student bo'yicha o'qish vizalarini qo'lga kirita boshladik. Ya'ni bu elektron vizasi. Endi bu viza sizga nima imkoniyatlar berishi mumkin? Har bir davlatda student uchun belgilangan o'qish va belgilangan ish uchun ham ruxsat beriladigan vaqtlari bo'ladi. To'g'ri, bu albatta katta bo'lmasligi mumkin, lekin u inson u joyga borib, o'qib, bilimini oshirib va ishlab tajribasini ham oshirib kelsa bo'ladi. Albatta, o'tda so'rashingiz mumkin, til bilish shartmi? Ingliz tili yoki koreys tili topikim bo'lish shartmi deyishingiz mumkin. Koreys tili, ingliz tili bilish bo'lmagan insonlar ham bu vaziyat bilan harakat qilsa bo'ladi. Bu nimagaki bu vaziyat bilan harakat qilsa bo'ladi. Sabab bu yerda birinchi o'qishni topshirganda ham oldin подготовительныйsi ham bor. Ya'ni til bilmagan insonlarga undan keyin birinchi kursdan o'qishni boshlashi degan narsasi ham bor. Bu bo'yicha siz yanada ham chuqurroq ma'lumot olmoqchimisiz? Unda ofisimizga keling yoki telefon raqami orqali murojaat qiling. Va yana Telegram raqamlarimizni ham hozirgi kunda yozib qoldiraman, bemalol chiqsanglar bo'ladi. Do'stlar, bugungi kunda yangiliklar shulardan iborat edi va bilaman, anchadan beri men sizlar bilan efirga YouTube'ga chiqmay qo'ydim, chunki ishlar ko'payib ketgani sababli. Mana hozirgi kunda zarab yangiliklarni sizlarga olib chiqib birga bo'lishim keldi. Va keyingi videolarimda xudo xohlasa bir zo'r proyekt qilganmiz. U proyekt Yevropa bo'yicha men sizlarga uni birinchi o'xshat bo'lganimdan keyin olib chiqib ko'rsataman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. YouTube kanalimni like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarni har bitta kommentinglar, laykinglar, obuna bo'lishinglar men uchun yanada ham sizlarga ko'proq ma'lumot ilashishimga ruhiy yordam bo'ladi. Hammaga rahmat.